mashina aylanadi-ku, rollargacha tushib beradi. Вообще shokolad holatdagi mashinani topib qo'ydim-ku. Genesis eng full varianti. Like bosingizmi, bosmadingizmi? Like bosishingizga arziydi. Bakovoylar o'zi bor-ku. Alohida tema. O'rindiqlarda Abduf, Abagirov massajlargacha hatto ikkala tomonda. Shu orqa tomonda ham bor-ku. Abagirovgacha bor ekan, panorama luklargacha bor. Вообще shokolad holatdagi multirol, dramot funksiyalari, elektropaket o'rindiqlar, bespirodni zaryadkalar. Bu eng full varianti. Almashtirib qo'ymaymiz boshqasi bilan. Ishoningda, hamma kanallardan kuzatib turing, qidirib ko'ring, hammasidan arzon qo'ymasam, arzon qo'ymading deysiz. Like bosib qo'ying-da. Orqa tomonlari ham o'ta ham chiroyli bo'lgan. 2023-yil zavodskiy shturkalargacha bor ekan, mana qarang-da. Like bosdingizmi? Maksimal tarqatib tashlang-da. Orqa tomonni mana tizimlargacha ko'rsangiz bo'ladi. Orqa tomonlari. Aha, Michelin bolg'onlargacha juda ham shokolad variantdagi narxi вообще shokolad bo'ldi. Inomarka Hayda Nodirxo'jadan qarab ko'ring, yo bo'lmasam Usoma aka bor-ku, undan qarab ko'ring. O'shalardan ham arzon qo'ymasak, qimmat qo'yapsan-ku deysiz. Orqa tomonni qarang, maza qilib PlayStation o'ynasangiz bo'ladi. Aynan uchun bu Genesis GV60 eng full variantini 2023-yil atiga 60 ming probegda. Yo'nqislar keladigan bo'lsak 99% ekan, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Kraskasi deysizmi? Mashkirlo bilan bu tomon kirloda bor ekan. Va eshik ozgina o'tgan ekan. Xohlagan ustingizga borib tekshirib olasiz. O'ta ham narx qulay bo'ldi. Xohlagan joyingizda tekshirib ko'ring. Bunaqa narxi yo'q. Mana bu kameralarga nima deysiz? 360 kameralar. Xullas, dokumentum muammo yo'q. Aynan uchun bu Genesis GV60 eng full variantini juda ham shokolad narxga atiga 24600 srochniga bosib olsangiz bo'ladi.